Hammanglarni yana bir marta bizning kursimizni bitirganinglar bilan tabriklayman. O'ylaymanki, hayotingizda foyda keltiradigan, hayotingizda o'zingizga ham, umuman oilangizga ham foyda keltiradigan hunarni, kasbni egalladinglar va buni orqasidan kichkina ozmi ko'pmi daromad keltirasizmi o'zingizga yoki oilangizga yoki o'zingizga foyda keltirasizmi? O'zingizni liboslaringizni, yaqinlaringizni liboslarini bezatib xursand qilasiz degan umiddamiz va ana o'sha paytlarda bizani duo qilib, xursand bo'lib eslab qo'ysanglar, biz ham xursand bo'lamiz. Xo'p, hammani ishlarini ko'rdim, chiroyli, akkuratniy, молодец, hamma o'zidan qo'lidan kelgancha ideyasini, vaqtini, hamma narsasini sarflab, quvvatini, kuch-quvvatini sarflab chiroyli qilib ishlarni bajarib kelibsizlar. Deyarli kamchilik ko'rmadim. Конечно, hamma ish kamchiliksiz bo'lmagan, mayda-chuyda mелочь kamchiliklari bor. Umuman olganda bu целый birinchi marta o'zingizlar mustaqil tarzda qilgan ishinglar uchun juda ham yaxshi. Hammanglarni tabriklayman yana bir marta kursni tugatganinglar bilan va hozir hammaga o'zini diplomlarini topshirmoqchiman. Mushtariy opadan boshlaymiz. Qayumova Mushtariy opa. Birinchi turgan ekansiz. Diplom sertifikatingizni tabriklayman. Bu diplom sertifikatdan tashqari bizning kichkina sovg'alarimiz bor sizlarga. Arzimasa ham bizdan esdalik sovg'alar va kelasi kurslarimizda, boshqa kurslarda o'qimoqchi bo'lsangiz, maxsus vaucherlarimizni tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Rahmat. Asadulla Eloha. Sizni ham tabriklaymiz. Eloha, tabriklayman. Kelajakda muvaffaqiyat tilayman. Arzimasa esdalik sovg'amiz. Odilova Gulnora. Tabriklaymiz Gulnora. Esdalik sovg'amiz. Rahmat. Rahmat. Bergan bilimlaringizga rozi bo'linglar. Rahmat, sizlar ham rozi bo'linglar. O'ktamova Maftunaxon. Rahmat. Tabriklaymiz Maftuna. Esdalik sovg'amiz. Umumiy balllarga ko'ra hozir men hammani ballarini aniq qildim. Spesialni oxiriga olib qo'ydim. 70 ball bizda Mushtariy opada. Umumiy bu diplom ishinglar va домашний задание bilan. Домашний задание 57 chiqibdi. Diplom ishi 5 dizayn uchun, nima uchun? Vaqti uchun deyarli hammaga faqat bular oxiridan bitirib qo'yuvdilar. Bularga 5 qo'yganman. Deadline uchun qolgan hammaga 3 qo'ydim. Xafa bo'lmaysizlar. Xo'p, chestniy bo'ldi bu yog'i. Shu 13 diplom ishi bo'lgan, общий 15 dan va 70 overall ball. Tabriklaymiz. Keyin Gulnora 68 u 7 bo'lgan, sizniki 48, 5 va 3. Общий 55 u 9 bajargan vazifalaringizga qo'shganda 68 7. Maftuna sizniki diplom ishingizga dizayniga 5, sifatiga bitta-ikkita yanaqa joylarni aytganman, shuning uchun 9, keyin va deadline uchun 3. 62 u 5 sizni topshirgan vazifalaringiz umumiy 75 u 4 chiqdi. Sizni ikkinchi o'rinda eng baland ball shu qizniki. Saidahmadova Xurshida 5, deadline ga 5, dizaynga 5, sifatida bitta-ikkita joylarini aytdim, orqasiga o'tib qo'yganlarim 9. Shuning uchun umumiy ballari topshirgan vazifalardan 64 chiqdi va umumiy 79 u 8 eng baland ballimizda. Bizning kichkina konkursimizda g'olibimiz Saidahmadova Xurshida. Xurshidaxon bularga maxsus eng yuqori anaqa vaucher nasib qildi. Tabriklaymiz. Da, arziyli. Yakunda nima demoqchiman? Hammanglar kichkina bo'lsa ham bilim, foyda olib ketgan bo'lsanglar xursandmiz. Bizga bergan bilimlarimizdan mingdan-ming rozimiz. Sizlarga ketkazgan vaqtinglar va pulinglar, mablag'inglar uchun sizlar ham rozi bo'lishingizni so'raymiz. Umid qilamanki, faqat foydali bilimlar oldinglar va keyingi, masalan, master klassmi, kursmi, bizga ishga marhamat, biz har doim sizlarni kutamiz. Bundan keyin yana bir oy davomida bizda xohishga ko'ra praktika bor. Vaqtinglar bo'lsa, bemalol haftasiga 2 marta praktikada shetga va Turon Kuturga kelishinglar mumkin. Bemalol уже amalda hamma o'rgangan ishlarimizni уже amalda sinab ko'ramiz. Rahmat hammaga vaqtinglar uchun. Rahmat. Xo'p, sog' bo'linglar. Biz праздничный hamma bilan birga праздничный kayfiyatda ham bir-birimizni qo'llab-quvvatlab topshirdik. Ozgina kech qolganingiz uchun shunaqa sizga o'zim aniq qilaman, topshiraman. Tabriklayman Zulayho, bizning kursimizni bitirganingiz bilan va esdalik sovg'amiz bizdan arzimasa ham esdalik sovg'alari. Tabriklayman va kelajakda yana ham muvaffaqiyatga tilayman. Bu bilan to'xtab qolmang. Yana ham ijodlaringiz bundan ham yuksalishini, o'zingiz ustingizda yana ham ishlab, bundan ham katta natijalarga erishishingizni tilab qolaman. Rahmat katta. Rahmat sizga ajratgan vaqtingiz uchun.